Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz Toshkent davlat transport universiteti siyosatshunoslik talabalaridan iborat jamoamiz bilan birgalikda siyosatshunoslar klubini ochganmiz va hozirda sizlarga hokimiyatning turlari haqida ma'lumot bermoqchimiz. Qani biz boshlaylik. Gerontokratiya, lotincha geron keksa, kratos hokimiyat, keksalar hokimiyati degan ma'noni anglatadi. Gerontokratiyada davlat va jamiyatning eng yuqori lavozimlarini keksa yoshdagi odamlar egallaydi. Oligarxiya bu siyosiy tizim bo'lib, unda davlat hokimiyati kichik bir guruh, ya'ni boy, ta'sirli va mashhur shaxslar tomonidan boshqariladi. Ularning a'zolari ko'pincha iqtisodiy, ijtimoiy va harbiy kuchga ega bo'lib, ular o'z manfaatlarini himoya qilishadi. Yunokratiya so'zi qadimgi yunonchada nios, yosh, kratos hokimiyat so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, yoshlarning hokimiyatga kelishi yoki yoshlarning hukumatni egallashi degan ma'noni anglatadi. Teokratiya bu hukumatning din asosida tuzilgan shakli hisoblanadi. Bunday tizimda din rahbarlari siyosiy hokimiyatga ega bo'ladilar va davlat hokimiyati diniy qonun va qoidalarga muvofiq shakllantiriladi. Demokratiya bu qadimgi Yunoniston davridan boshlangan boshqaruv shakli bo'lib, bunda siyosiy hokimiyat fuqarolarning boyligiga qarab belgilanadi. Kiberokratiya, kiber internet texnologiya yunonchadan olingan kratiya hokimiyat degan ma'noni anglatadi. Zamonaviy jamiyatda bu raqamli texnologiya, sun'iy intellekt asosiy ish o'rinlarini bajaradi. Pornokratiya 9-10 asr oxirida Rim papaligida vujudga kelgan hokimiyat. Bunda ayollar hokimiyatga kelib qolishi oqibatida pornokratiya, ya'ni jinsiy hokimiyat degan ma'noni bildiradi. Fugokratiya qadimgi yunoncha fogos qo'rqitish, kratos hokimiyat. Bunda hokimiyat vakillari o'z manfaatlari va itoatkorliklarini saqlab qolish uchun qo'rqitish va zo'ravonlikdan foydalanadilar. Demokratiya qadimgi yunoncha xalq hokimiyati degan ma'noni anglatadi. Unda insonning erkinligi, tengligi qonun bilan mustahkamlangan bo'ladi. Avtokratiya bu yakka shaxsning hech qanday qonun va huquqiy me'yorlar bilan cheklanmagan hokimiyat. Kserokratiya yunoncha xeros quruq, kratos hokimiyat so'zlaridan kelib chiqqan. Kserokratiya davlat yoki siyosiy tuzilmalarda haddan tashqari qog'ozbozlik va byurokratik usullar kullanilgan hisoblanadi. Anarxiya yunoncha hokimiyatsizlik, rahbarsizlik ma'nolarini anglatadi. Anarxiya odatda jamiyat va davlatda qonunlar inkor etilgan, amaldagi qonunlar bekor qilingan, davlatdagi har qanday hokimiyatning bekor qilinishiga anarxiya deb ataladi. Byurokratiya, byuro, idora, kratos hokimiyat, unga xos xususiyatlar, quyi mansabdorlarning yuqori mansabdorlarga bo'ysunishi. Samarokratiya bu iqtisodiy siyosiy tuzum bo'lib, bunda davlat hokimiyatidagi siyosiy qarorlar yirik korporatsiyalar va ularning biznes manfaatlari tomonidan nazorat qilinadi.